Hasan aka Hamidga lustra o'rniga sim qo'yibsiz. Sizni ko'taradimi aka bu? Shagird, bu seni ham ko'taradi. Sinab ko'ramizmi? Hay, sinab ko'ringlar. Qara. Bismillah. Qo'lim olib ketdi. 80 kiloni ko'tardi. O'tgan endi gidetda 80 kiloli lustralar menda otdilar, aka. Bunaqa osilcha olmaydi. O'shanga men bu kiletkalarni 30 santimetrdan qilib qo'ydim. Bu lustrani faqat gips kardonga osishar ekan. Men bu ehtiyot shart yordamchi, mabodo kerak bo'lib qolsa, kerak emas bo'lsa buni chop qolishadi. Yani osilcha lustralar gidetda shu orolida bo'ladi. O'shanga men bilan qilib qo'ydim. Nima deb o'ylaysizlar? Shu to'g'ri qildimmi, yo'qmi? Kommentda javobinglarni kutaman. Obuna bo'lish, like esdan chiqmasin akalar, joninglar sog' bo'lsin. Yana kimlar shunaqa qilishadi, o'shalarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.